Amerika xotin-qizlari hayotiga nazar. Bu davlatda ko'zi yorishi uchun dunyoning narigi chekkasidan kelayotgan ayollar. Kino va zamon. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Boston shahridagi xurujlar ketidan ko'chalarda ko'proq kuzatuv kameralari o'rnatish yuzasidan bahslar avj olgan. Bunday kameralar soni bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydigan Britaniyada bu mavzu azaldan muhokamada. Xo'sh, bu kameralar jinoyatni bartaraf etishda effektiv vositami? Xavfsizlik va erkinlikni qanday muvozanatlash mumkin? Shohruh Hamro bu savolga javob izlaydi. Federal qidiruv byurosi Bostondagi portlashdan 3 kun o'tib, bunga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslarning video tasmaga tushirilgan tasvirlarini ommaga havola etdi. Byuroning sobiq maxsus agenti Peter Ahernga ko'ra, videokameralar tergov jarayonining asosiy qurollaridan. Har qanday fojia yuz berganda birinchi savol: voqea tasmaga tushganmi? Videosi bormi? Ehtimol ko'chadagi bankomat kamerasi yozib olgandir. Tergovchilar bunga alohida ahamiyat qaratadi. 2007-yilgi hisoblarga qaraganda Boston shahrida 147 kuzatuv kamerasi doimo ishlab turadi. Avtobus va metroda yana 400 xususiy jihozlar bundan mustasno. Ayrimlar Londonni namuna sifatida ko'rsatib, ko'chalarda kameralar sonini oshirishga chaqiryapti. 2005-yilning yozida London transport tizimiga hujum uyushtirgan terroristlar shaxsini aniqlash va topishda temir yo'l vokzallarida o'rnatilgan sistemalar hal qiluvchi rol o'ynagan. Jinoyatni oldini olish haqida o'ylashimiz kerak. Videokameralar jinoyatchilar uchun to'siq emas, jinoyat sur'atini kamaytirishda ham ulardan foyda yo'q. Mana Bostonda ham shuni ko'rdik. Kameralar bo'lgani bilan portlash baribir ro'y berdi. Federal qidiruv byurosining Boston bo'limi agenti Richard Delorie aka-uka Tsarnaevlarni topishda omma yordamiga tayanilganini aytadi. Bir asrdan oshibdiki, oddiy odamlar bizning ko'zimiz va qulog'imiz. Ommaviy axborot vositalari ko'magida tasvirlarni bir zumda millionlab xonadonga tarqatamiz. Xavfsizlik idoralarining qayd etishicha, Boston va Londondagi kabi terror xurujlarini bartaraf etishda avvalo ogohlik eng muhim faktor. Henry Ridgwell, Shohruh Hamro, Washington.